Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga yangi kelgan Zubr 1105 motorli mini traktorimiz haqida narx-navolari, xarakteristikasi, newlarni qila oladi, newlarni qila olmaydi. Yana qo'shib beriladigan agregatlar to'g'risida qisqacha obzor qilib o'tib berib ketamiz. Xudo xolasa, like bosib, podpisatsiya bo'lib, kuzatib o'tirsangizlar, hammasini tushuntirib, boshqa texnikalarimiz to'g'risida da ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, buni boshlaydigan bo'lsak, traktorimizning motori 1105 degan motor bo'ladi. Oldingilardagi ham shunday bo'ladi. Kapotli bundan oldingi traktorimiz bor edi, 1100 motor qo'yilgan. Bunda kapot yo'q xili. Mana дополнительный dinam qo'yilgan bo'ladi bunga ham. Endi rollari mexanik rol bo'ladi. Ayniqsa joyi buni hozir datchiklari bor bunda. Suv datchik, maslin datchik bor, ham akkumulyator ya zaryad berib turganligini ko'rsatadigan datchiklari bor bo'lib kelgan xili. Buning rasxoti selerka motor bo'lgandan keyin rasxoti 650 gram soatini nagruskasine qarab 1 litrgacha yeydi. Baloni 6,5 ga 16 degan balon bo'ladi ekan. Mana yeri yelim ichkariga kirgizib agregatga maslab qo'ysa da bo'ladi, yellaytirsa da bo'ladi oralig'ini. Qariqqan etib turib. Orqasida 1 metr 30 santi bo'lgan frezasi bor. Agregat bilan qo'shiladi. Buni oldingilarga nisbatan afzallik tomoni buni raspretili bar xili bo'ldi. Ikki richakli. Buni orqasini ham eldinadan bir vaqtning o'zida shlanka ulab ko'tarib tushirsa bo'ladi. Hozir biz bunga jatka o'rnatganmiz. Shuning uchun orqasindagi silindrni eldindan foydalanib, eldini bunaga o'rnatganmiz mana. Maslanishini ko'rib versang. Bu har kim har xil maslagan ekan buni narsani. Buni turishda biz shuni nesi bor kelib, bu yog'ini bundan sor kerakda şlankasini satib olib, shunga bunaga maslab berdik. Jatkisi lekin buning отдельный narx-navosida bo'ladi. Buning bahasini solishtirgan vaqtda jatkisi отдельный bo'ladi. Biz zuburlarning hammasini cheton ikki qator parlikli beda pichoqli degan jatkimiz. Shu jatki bunga perdelka bo'lib o'rnatilgan vaqtida ajoyib bo'lib tushdi. Hozir oxirida videoning oxirida buni ishlatib ham ko'rsatamiz. Haydab ishlash jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Tak, yine qasir aytılmay qoldi buning. Svitlari, projektorlari bor bo'ladi. Hozir buni jatkini taqqandan keyin bunga hozir endi svitlarini, podstavkalarini ildirmay olib qo'yibmiz. Shuning uchun svitlari yo'q. Tak, o'zini motorda bor-ku svit. Ya motordagi svitdan tashqari yana qo'shimcha projektorlari bor-ku, ularga chiroyli ko'rsatib. Shunday traktorlardan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimiz bor bo'ladi. Buning bahası eng qiziqli joyi naqd pulga 30 million so'm. Kredit asosida bo'ladigan bo'lsa, mahallangizda hakim yordamchi orqali borib 33 million so'm kredit chiqarsangizlar 33 million so'mga haydab ketsa bo'ladi. 400 ming so'm eldindan to'lov chiqadi. O'zini o'zi band qilish uchun 375 ming so'm, kuli chash uchun 26 ming 250 so'm pul chiqadi. Hammasi shu yerda bitadi. Asosiysi hakim yordamchi tavsiyanoma bersa, limiti bor bo'ladigan bo'lsa, bizlardan shu narsani 7 yilgacha olsangizlar bo'ladi. Jatkining bahası naqd pulga 7,5 million so'm bo'ldi. Mana shu turishunda 37,5 million so'm pul bo'ladigan bo'ldi. Mayaptolni отдельный hisob kitobini o'zlaringiz qilasizlar. Buning hech qasina may solinmaydi, mana terilib turibdi. Bunga may solib qo'ysak yurilgan bo'lishi mumkin, boshqa gumonga bormaslik uchun bunga may aptol solinmaydi. Kelgan vaqtida yog'ib ishlatib ko'rsatamiz. Hammasi 100% garantiya bilan bizlarning qo'limizda. Agar shu yerda defekt bor bo'ladigan bo'lsa, buni yog'ib ko'rgan vaqtida bizga kelgan vaqtida buni telladim deb turib mayaptol saqan vaqtida bir yerinde buzig'i bo'ladigan bo'lsa, ya taqirdasa, ya siniq chiqsa, ya suv tamsa, ya may tamsa, bu barisi bizning bo'ynimizda bo'ladi. Boshqa traktor saylab olsangizlar bo'ladi. Ya bo'lmasa shunga boshqa motor qo'yib berishimiz ham mumkin. Chiqib shu yerda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, hammasini sozlab, yurgizib berib beramiz o'zimiz.
to'xtadi ana. Tushirqana. Shunda bemalol haydab zattini urib ketaversa bo'laveradi tezligi. Better burn thing. Oldu.